Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Gazi Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü Islagış Kemen 21. yıl 5. ayının 31. günü. Sizlerge vaziyetten haber görsetsek, yaka vaziyetten misal keltirsek vatandaş, mundaq oldu. Evvel okup buraya. Tez haber. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. Prezident Joe Biden so'zlashishning mazmunlarini oshkorladi. Mavzuli xabar Rossiya sun'iy amri axborot agentligi tarafidan e'lon qilindi. Vanvi torbeti ko'chirib bosdi. Mavzuli xabar 5. ayının 30. günü Vanvi torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Men Jungoning davlat rahbari Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdim. 2 soat burun men Xi Jinping bilan telefonda uzun so'zlashdim. Men aniq qilib shundaq ko'rsatdim. Bütün dünyada kishilik huquqni so'zlashdan boshqa bizning so'zlashadigan hech qanday gapimiz yo'q. Diqqat vatandaşım. Bütün dünyada kishilik huquqni so'zlashdan boshqa bizning so'zlashadigan hech qanday gapimiz yo'q. Çünkü bazı Amerikalıklar muşundaq adam. Çünkü biz Amerikalıklar muşundaq adam. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Amerikada qurban bo'lgan qahramonlarni xotirlash faoliyatida yuqorqidek nutq so'zladi. Urush qahramonlarini xotirlash faoliyatida yuqorqidek nutq so'zladi. Diqqat qiling vatandaşım. Prezident Joe Biden'ning bu qisqagina bayonoti, masalan, qahramonlarni xotirlash, u boshqa gap, shuning qisqirilgan musha bir abzas bayonoti, bayonot xarakterlik so'ziga diqqat qiling. Mening Jungo bilan yoki kim bilan bo'lsin, musha dunyoda kishilik huquq masalasini so'zlashdan boshqa gapim yo'q. Chunki biz Amerikalik, bu Amerikalik odamlar qiladigan ish. Dedi desiniz, bu 2. ayda so'zlashgan vaqtda Rais Xi Jinping bilan Xi Jinping nima dedi? Masalan, Prezident Joe Biden Uyg'urlar masalasini ig'izga olganda Xi Jinping dediki, bu bizning madaniyatimiz dedi. Demak, Xi Jinping bizning madaniyatimiz dedi deb ko'rsatdi. Bu madaniyatimiz deganligi uchun Prezident Joe Biden nima ifoda bildirdi bu to'g'rida? Şu vaqtim hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin gap endi Xi Jinping mundaq dedi degan bilan o'tib ketgan edi. Hozir endi nima dedi? Biz dedi bu qatamqi telefonda so'zlashda Amerikaliklar biz. Biz sen bilan so'zlashaylik, boshqa kim bilan so'zlashaylik, bizning bu so'zimiz dunyoda faqat kishilik huquq. Kishilik huquqdan boshqa so'zimiz yo'q. Chunki biz Amerikaliklar biz. Bu qatam Prezident Joe Biden'ning Jungo'ga tutgan pozitsiyasida o'zgarish bo'lganligini birinchi qatim 5. ayning 6. kuni ilk normal siyosatlardan keyin tuyuqsiz bo'lgan o'zgarish 5. ayning 26. kuni yuqumliq virus to'g'risida e'lon qilgan bayonoti. Bu keskin bayonot dedik shu vaqtda hurmatli vatandosh. Hozir ham shunda qaraysiz. Hozir ham shunda qaraysiz. Endilikki bu bayonoti, masalan, Amerikada urushda vafot bo'lganlarning xotirlash kunida bu bayonotning o'tirg'i chiqishi Jungo'ga topshirish maydonidan aytganda, pozitsiyasidan aytganda, bu nutqning xarakteridan aytganda, demak hozir Prezident Joe Biden hukumatining Jungo siyosati va Jungo to'g'risidagi maydoni muqimlashdi, qattiqlashdi degan gap hurmatli vatandosh. Ben shundaq tahlil qildim, siz o'zingiz o'ylab boqing. Dunyoda biz Amerikaliklarning kishilik huquqni so'zlashdan boshqa gapimiz yo'q. Şu misalga endi yana bir diqqat qiling vatandosh.
5. ayının 19. günü Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda sözleşip atom elektrik stansiyası atom energiyası doğrusunda paranlaştı. Şu vaqtda nima gap o'tirg'i chiqdi? Mesela yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Jenevada ko'rishdi deb degan xabar o'tirg'i chiqib bo'lgandan keyin Reis Xi Jinping aldirab tinib prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi. 5. ayının 23. günüden 27. günü 4 günlük ziyaret için Cumhurbaşkanı diplomati Yang Jiechi'ni Moskvaga verdi. Bu doğruda hiç qanday haber yok. Yoki yazma haber yok. Yoki boshqa haber yok. Fakat torbette bir kanalda shundoq bir cümle değildi. Yang Jiechi Moskvada yaxshi qarshi elinmedi dedi. Hatta prezident Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Yang Jiechi'ni ko'rishni qabul qilishni rad qildi. Esinizde var mı? 3. ayının 22. günü Rusya Federasyası'nın Tashqi ishlar ministri Beijing kelganda Reis Xi Jinping kaçıp gitti. Bu qatim 5. ayının 23. günü Cumhurbaşkanı diplomati Yang Jiechi Moskvaga kelganda prezident Vladimir Putin ko'rishni rad qildi. Mesela bu shundoq kelyapti-da, andal shundoq vaqtda. Mesela bana 6. ayının 1. günü Allah halısat yetip geldi o. 15 gün kaldı. Jenevadagi devletinin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin uchrashdi, suhbatlashdi. Yani shuningdan burun Reis Xi Jinpingning prezident Joe Bidenga telefon berishi zada nima maqsad? Bu uzun sözleştik depti prezident Joe Biden nimeler sözleşti aşkarı matbuatga çıkmadı. Fakat özünün nime deganligini o'ttirib qo'ydi kishilik huquq. Dedi shuningda Reis Xi Jinping nima dedi? Bu to'g'rida xabar yo'q, gap yo'q telefonda sözleşganda. Lekin siz vaqtni tanlayotganiga diqqat qiling. 5. ayının 19. günü Xi Jinping vaqtni tanlab oldi. 5. ayının 23. günü Xi Jinping diplomati Yang Jiechi'ni Moskvaga verdi, o vaqtni tanlab oldi. Endilikda 5. ayının 30. günü yani 26. günü prezident Joe Biden bayonot e'lon qilib bo'lib 5. ayının 30. günü bu kunda Reis Xi Jinping prezident Joe Biden bilan ko'rishdi. Taqozolik, jiddilik, vasvasa, endişe, ümit ve kütüş, talabchan bo'lish, yumshab ketish va yoki qattiq bo'lish orlig'ida ori saldi bo'lib turgan Reis Xi Jinping zodi nimadan qo'rqyapti? 6. ayının 15. gün Jenevadagi ko'rishdan qo'rqyapti. Buni siz tahlil qilib bakın. Bilgicha Allah hurmat ko'tandish.